Diqqat! Bir necha oy oldin hammasi odatdagidek edi. Sahna, tabassum, qo'shiqlar va millionlab muxlislar sevgisi. Ammo keyin nimadir o'zgardi. Juda sekin, juda sirli tarzda. Va bugun butun internet bitta narsani sezib bo'ldi. Ozoda Nursaidova hayotida nimadir sodir bo'lgan bo'lishi mumkin. Nega muxlislar uning nigohidagi o'zgarishni payqay boshladi? Nega internet birdaniga uning sukutidan qo'rqib qoldi? Va eng muhimi, nega bugun hamma aynan bitta savolni bermoqda? Ozoda Nursaidova nimani ichida saqlab yuribdi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Siz Tezkor axborot kanalidasiz. Bugungi mavzu Ozoda Nursaidova atrofida so'nggi paytlarda paydo bo'lgan sirli muhokamalar, muxlislar sezgan o'zgarishlar va internetdagi taxminlar haqida. O'zbekiston shou-biznesida Ozoda Nursaidova doimo eng sokin, eng sirli va eng hurmat qilinadigan yulduzlardan biri sifatida tanilgan. U ortiqcha shov-shuvlardan uzoq yurardi. Har doim nazokatli, har doim o'zini nazorat qiladigan inson sifatida ko'rinardi. Ammo so'nggi paytlarda muxlislar juda g'alati narsani payqashni boshlashdi. Ozoda o'zgarganda edi. Dastlab buni hamma ham sezmagan. Ammo vaqt o'tishi bilan ayrim detallar ko'payib bordi. Avvalgidek faol emas, avvalgidek ochiq emas va eng qo'rqinchlisi, avvalgidek baxtli ham emasdik. Muxlislar dastlab buni oddiy charchoq deb o'ylashdi. Chunki mashhur insonlar ham ko'p ishlaydi, ko'p safarda bo'ladi va ruhiy bosim ostida yashashi mumkin. Ammo keyinchalik ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim postlar odamlarni jiddiy o'ylantirib qo'ydi. Qisqa gaplar, g'amgin musiqalar va birdaniga o'chirib tashlangan postlar. Aynan mana shu joydan keyin internetdagi muhokamalar keskin kuchaydi. TikTokda videolar paydo bo'ldi. Telegram kanallari bu haqda yozishni boshladi. Kommentariyalarda esa bir xil gap takrorlanardi. Uning ko'zlari boshqacha. Aynan mana shu jumla internetda eng ko'p tarqalgan fikrlardan biriga aylandi. Chunki ko'pchilikning fikricha inson ba'zi narsalarni yashira oladi, ammo ko'zlar ko'pincha ichki holatni oshkor qilib qo'yadi. Shundan keyin muxlislar eski videolarni qayta ko'ra boshlashdi. Har bir intervyu, har bir sahna chiqishi, har bir qarash. Go'yoki odamlar birdaniga boshqa Ozodani ko'rib qolgandek edi. Ko'pchilikning fikricha xonanda anchadan beri ichidan nimadir bilan kurashayotgandek ko'rinmoqda. Ammo bu faqat muxlislarning taxmini. Hozircha hech qanday rasmiy ma'lumot yoki tasdiqlangan bayonot mavjud emas. Shunga qaramay, internetdagi muhokamalar tobora kuchaymoqda. Eng ko'p muhokama qilingan voqealardan biri esa tadbirlardan birida yuz bergani aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, jurnalistlardan biri Ozodaga shaxsiy hayoti haqida savol bergan. Xonanda esa bir necha soniya davomida sukut saqlagan. Va aynan shu qisqa sukut internetni larzaga solgan. Chunki ayrim hollarda insonning jimligi mingta gapdan ham kuchliroq ta'sir qilishi mumkin. O'sha videodan keyin internet foydalanuvchilari faqat bitta mavzuni muhokama qila boshladi. Nima bo'lyapti? Nega Ozoda bunchalik o'zgardi? Nega u tobora hammadan uzoqlashayotgandek ko'rinmoqda? Va eng qorong'u savol, u nimani ichida saqlab yuribdi? Albatta, bu savollarning hech biriga hozircha aniq javob yo'q. Ammo internet allaqachon turli taxminlarni ilgari surishni boshlagan. Kimdir buni oddiy ruhiy charchoq deb hisoblamoqda. Kimdir esa xonandaning shaxsiy hayotida jiddiy o'zgarishlar bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Lekin yana bir muhim jihatni unutmaslik kerak. Mashhurlik tashqaridan juda mukammal ko'rinadi. Sahna, chiroqlar, hashamatli hayot, millionlab muxlislar. Ammo kamera ortida butunlay boshqa dunyo yashirin bo'lishi mumkin. Bosim, yolg'izlik, ichki og'riq va insonni ichidan sindiradigan sukut. Mutaxassislarning fikricha, mashhur insonlar ko'pincha his-tuyg'ularni yashirishga majbur bo'ladi, chunki jamiyat ularni doim kuchli ko'rishni istaydi. Natijada ayrim san'atkorlar ichki hissiyotlarini yillar davomida ommadan yashirib yurishi mumkin. Internet foydalanuvchilari esa bugun aynan shunday holatni Ozoda Nursaidovada sezayotganini yozmoqda. Balki shu sababli muxlislar bugun uning ko'zlariga boshqacha qarashmoqda.
Chunki ular endi faqat mashhur xonandani emas, ichida nimadir o'zgarayotgan insonni ko'rayotgandek. Yana bir savol tug'iladi. Nega internet mashhur insonlarning kayfiyatidagi kichik o'zgarishlarni ham darhol sezib qolmoqda? Buning sababi bugungi ijtimoiy tarmoqlar davri bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Hozir har bir video, har bir surat va har bir gap millionlab odamlar tomonidan kuzatiladi. Natijada oddiy bir qarash ham katta muhokamaga aylanishi mumkin. Ozoda Nursaidova bilan bog'liq bugungi vaziyatda ham aynan shu holat kuzatilmoqda. Kimdir xonandani himoya qilmoqda, kimdir esa haqiqat hali ochilmadi degan fikrni ilgari surmoqda. Ammo bitta narsa aniq. Bugun butun internet Ozoda Nursaidova atrofidagi o'zgarishlarni kuzatmoqda va ko'pchilik bir narsani his qilmoqda. Nimadir sodir bo'lgan va bu hali tugamagan bo'lishi mumkin. Ammo yana bir bor eslatib o'tish kerak. Hozircha tarqalayotgan gaplarning katta qismi mish-mish va taxminlarga asoslangan. Shuning uchun har qanday xabarga ehtiyotkorlik bilan yondashish juda muhim. Xulosa qilib aytganda, Ozoda Nursaidova atrofidagi bugungi muhokamalar oddiy internet gap so'zidan ancha katta rezonansga aylangan. Ammo hozircha aniq va tasdiqlangan ma'lumotlar juda kam. Demak, vaqt o'tishi bilan ayrim savollarga javob topilishi mumkin. Qadrli tomoshabin, siz ham Ozodadagi o'zgarishni sezdingizmi? Sizningcha uning hayotida aslida nima bo'lyapti? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Va eng muhimi, O'zbekiston shou biznesidagi eng sirli voqealar, yashirin dramalar va internetni portlatayotgan mashhur hikoyalarni o'tkazib yubormaslik uchun Tezkor axborot kanaliga obuna bo'ling, videoga like bosishni unutmang.